Qoyatosh suratlarini saqlab qolish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori, shu bilan birgalikda ularni madaniy, tarixiy yoki qiymatini saqlab qolish borasidagi chora-tadbirlar rejasi asosida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Bu yo'l xaritada mana shu Sarmishsoydagi aynan o'sha noyob bo'lgan Qoyatosh suratlarini saqlab qolish masalalari ko'rib chiqilgan. Ularni qanday qilib saqlab qolamiz? Chunki mana Sarmishsoy juda katta hudud hisoblanadi. Uning hududi 5000 gektardan ortiq va bu yerda Sarmishsoy darasining o'zida 5000, uning atrofida esa yana 5000 dan ortiq o'sha Qoyatosh suratlarining bo'lishi, ya'ni 10 dan ortiq bo'lgan Qoyatosh suratlarining har biriga alohida e'tibor bilan ularning muammolari o'rganib chiqilmoqda. Hozirgi kunda mana shu yo'l xaritasi asosida ishchi guruhi tuzilgan. Bu ishchi guruhga turli tashkilot va manfaatdor vazirliklar, idoralar jalb qilingan. Bunda aytib o'tadigan bo'lsak, jamoatchilik fikri ham katta ahamiyatga ega. Shu asosda bir qancha tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan hozirgi paytda mana barcha madaniy meros obyektlariga bo'lgan singari Sarmishsoy Qoyatosh suratlarida ham asosiy bir muammoni yoki